bo'lmasam. Mana berilgan reading part 2. Endi IELTS multi levelda bolalar bilasizlar, o'zi mana multi level namuna chiqarganida o'sha namunaning ichida birinchi partda so'z yozish, ikkinchi partda bundoq ramkalarda reklamalar, e'lonlar berganda o'sha e'lonlar ichidan so'z tanlash bor. Lekin imtihonlarda uni boshqacharoq varianti tushyapti. Qarang, part 2 da ham heading, part 3 da ham heading tushyapti. Ya'ni matching headings bo'ladi, bilasizlar, paragraf tanlash tushyapti-da. Mana heading bolalar men o'zimga 2 marta tushgan. Ana doskaga berilgan. Birinchi topshirgandan shu tushdi. Adashmasam 3-mi, 4-chisi ham xuddi mana shu tushgan. Endi bunda bolalar mana 7 dan 14 gacha 8 ta paragraf bor va mana optionlar bor. Birinchi qiladigan ishingiz nima? Birinchi optionlar bolalar o'qib chiqasizlar. Ya'ni producing clean energy. Toza energiyani nima qilish? Ishlab chiqarish. Qarang, clean deganda nima tushuniladi? Xullas, ifloslantirmaydigan energiya turi bo'lsa bo'ladi. Energiya degani tok. Masalan, clean deganda aytaylik, quyoshdan, shamoldan energiya olsak, clean energy bo'ladi. Iflos energiya qanaqa bo'ladi? U haligi nimadan olingan? Yoqilg'idan yoqib olingan. Masalan, bilasizlar, gidroelektrostansiyalar bor, atom elektrostansiyasi bor. Mana shunaqalar, masalan, mashina yurganda ham o'zidan nima chiqaradi? Mashina ham clean energyga yurmaydi-da, boyaga benzinga yuradi. Xo'p, cleaning water around the world. Dunyo bo'ylab nima qilish? Suvni tozalash. Endi shu paragraf suv haqida ketish kerak. Comparing rural and urban air pollution. Qishloqdagi va shahardagi nima? Air pollution'ni solishtirish. Xo'p, doing a project at home on energy production. Energiya ishlab chiqarish bo'yicha, qarang, uyda nima qilish? Proyekt qilish. Okay? Reducing any negative effects on the environment. Atrof muhitga bo'lgan har qanday negativ ta'sirni nima qilish? Kamaytirish. Cleaning your neighborhood. Mahallangizni tozalash. Neighborhood bu mahalla. Helping your family save energy. Oilangizga energiya tejashda nima qilish? Yordam berish. Okay? Asking environmental experts about their work. Atrof muhit ekspertlardan ishlar haqida so'rash. Learning how much energy we consume and traveling. Hop, travel qilishda, sayohatda va iste'mol qilishda qancha energiya ishlatishimiz haqida o'rganish. Finding clothes, qarang, kiyimlar topish ishlab chiqarilgan ekan without damaging the environment. Atrof muhitni nima qilmasdan, zararlamasdan ishlab chiqarilgan kiyimlar haqida o'rganish. Endi men mana 2 ga bo'lib olaman-da. Multi levelga. Multi levelga umida. Multi gami? IELTS gam tepaga chiqasiz IELTS ga. Xo'p, qaranglar. Men mana birinchi paragrafni o'qish boshlayman 7 dan. O'qib, sekin-vazir qaranglar. Bunda option bo'ladi hozir. 7 ni birga o'qiymiz-da. 7 da o'qigandan keyin tepada ko'rib chiqamiz. Eng xatolarni chiqaraverasiz birinchi. Shundan keyin qolgan optionlardan tanlab olamiz. The website futurenow.org may be useful to find answers about how much energy used around the world. Okay, butun dunyo bo'ylab qancha energiya ishlatishimiz haqida ma'lumot berar ekan. If someone is planning a journey, sayohat plan qilayotgan bo'lsa, puts in his or her road compare the energy used by different types of transport. Qarang, nima qilar ekan? Qo'yar ekan o'zini yo'nalishini solishtirar ekan energiyaga. Foydalanadigan turli xildagi transportlar bilan. And chooses the one that's best for the environment. Va tanlaydigan eng yaxshisini environmentga yaxshi bo'lgan deyapti. Xo'p, qarang, qanchalik energiya biz ishlatamiz va sayohatga chiqamiz deyapti. Xo'p, eng xato javob masalan B olib tashlasak bo'ladi. To'g'rimi? Water haqida gap yo'q. Clean, toza energiya ishlab chiqarish. Ishlab chiqarish gapirmayapti. Qishloq bilan shahar. Yo'q, uyda proyekt qilish. Yo'q, atrofga har qanaqa negativ ta'sir kamaytirish. Yo'q, mahalla. Yo'q, oilaga energiya saqlab qolish. Yo'q, endi ekspertlar haqida. D-dagi qaysi bu? H-ga javob. Qancha energiya iste'mol qilamiz va traveling qilamiz. Shunga tushsa bo'ladi, chunki I kelyapti. Men travelingga mana journey tushadi. Kiyimlar haqida gap ketmaydi. Demak, hozir mana 7 ga javob G ga 7 ga javob qaysi ekan? J. I mi? Ha, uzr kechirasiz. I ekan. Upstairs, my friend, upstairs. So, the next one, everybody. King is the website OurWorld.org lists the best place online to learn the latest results and scientific studies on issues affecting the environment. Xullas, mana shu sayt zo'r joy ekan o'rganishga eng so'nggi natijalar va ilmiy o'rganishlar haqida.
Qarang, ilmiy o'rganish deyapti. Shundan yaqinroq kelish mumkin qaysinga? Expertsga, mana H ga. Davom ettiramiz. Yoki agar siz kimdir bo'lsangiz, afzal ko'radigan. Agar kimdir afzal ko'rsa deyapti, o'zlari qilib olish xolasa. U yerda eksperimentlar ham bor ekan. Qilib ko'rish uchun o'zlari nima qilib qarang, making him or her own power. O'zini to'kin ishlab chiqarsa bo'lar ekan quyoshdan foydalanib. Bu foydali ma'lumot butun guruhlar bo'ylab va hokazo. Endi eng xatolari yana. Hop, birga tushmaydi. Clean energyga tushgan mumkin, chunki mana qarang, quyoshdan foydalanib deyapti-yu. Bu ham bo'lishi mumkin ekan. Suv haqida. Yo'q, qishloq shahar, yo'q. Dechi. Uyda proyekt qilib ko'rish. Mana qaranglar, uyda proyekt qilib ko'rish degan, project degan so'zga eksperiment tushadi. Endi shundan kelib chiqib turib, masalan, D ga olsangiz bo'ladi, mana 8 ni. Tushunarli? Endi pastga qarasak, masalan, ega tushmaydi, mahalla haqida gap ketmayapti. Endi mana u ham masalan G ham yaqin kelishi mumkin, chunki oilaga energiya tejab olish deyapti, to'g'rimi? Mana qarang, pastda quyoshdan foydalanib to'kin olgin deyapti-yu. To'g'ri, quyoshdan foydalanib to'k olsa bo'lar ekan, lekin aynan shuni pul tejab qoladimi, yo'qmi haqida ma'lumot ketmayapti-da. Shuning uchun ham G ni ola olmaymiz. Tushunapsizlar? Ya'ni hozir 8 ga javob qaysi ekan? D bo'ladi. Doing a project at home on energy production. Endi 9 ga qaranglar. cleanplanet.org kanal nima veb-sayti nima qilar ekan? Can help people to discover how waste plastic. Qarang. Qanday qilib isrof bo'lgan musor, plastiklar, glass, shisha, metallar yangi mahsulotga aylantirishini ko'rsatar ekan. Kliplar orqali turli xil metallar bo'ylab butun dunyo bo'yicha deyapti. Erta yana shuningdek section bor ekan. Qarang, how much different fashion brands, qanchalik ko'p turli xil haligi fashion moda brendlari e'tibor beradi atrof muhitdagi ta'sirlariga. Bu yangi trendlar bilan keep up etishga yetishib yurganiga yordam berishi mumkin. Hop, qaysiga yaqinlashtirsak bo'ladi? Hop, endi bolalar, buni qaraydigan bo'lsak, clean energy ni gapirmayapti. Butun dunyo bo'ylab suvni tozalash, bida. Suv haqida umuman gap yo'q. Qishloq bilan shahar solishtirmayapti. Cdagi D ketdi o'sha. Har qanday negativ ta'sir kamaytirish. Yo'q, mahalla, save energy, ekspertlar. Masalan, J ga tushish mumkin. Finding clothes, kiyimlar topish, ishlab chiqarilgan atrof-muhitni nima qilmay zararlamasin. Chunki men ayta qarang, brands kelyapti, to'g'rimi? Brendlar deganligi o'sha nima deydi? Brend degani kiyimga moslab olsa bo'ladi. Tushunapsizlar? Ya'ni qaysi ekan? J olaveramizmi? Okay. Demak, o'tib olgin. Yes. 10-si bolalar. The website Global Eco explores the importance of energy in people's daily lives. Odamlar kundalik hayotida energiyani muhimligini o'rgatar ekan, tadqiq etar ekan, also different ways of generating it without using oil or gas. Shuningdek, uni qarang, different ways, turli xil usullarini ishlab chiqarishdi. Yog' yoki neft yoki gazdan foydalanmasdan turib deyapti. Neft yoki gazdan foydalanmay, shamol bilan, masalan, shamoldan orqali ishlab chiqarsak, qaysiga tushadi? Clean energyga tushadimi? Mana A ga tushadi. Tushunapsizlar? Ya'ni yoqilg'i foydalanmasdan turib. A ni ham olib qo'ysak bo'ladi shunday javob. A bo'lyapti, demak 10-siga. Ash javob nimalar kimdir yozib ketsa, oxiri tashab qo'yamiz. Da bo'ldi. Endi keyingisi qarang 11. Xullas eco.org kanal veb-sayti may help to contact others. Qolganlar bilan muloqotga chiqishga yordam berar ekan, who also care environmental issues. Atrof-muhit muammolari haqida qayg'uradiganlar bilan gaplashgani ma'lumot berar ekan. Shuningdek, ma'lumot topa olar ekansiz xalqaro guruhlar haqida. Masalan, search for one to join in your local area. Mahalliy hududingizga ham qo'shila olasiz bo'lar ekan. U shuningdek yordam berishi mumkin, topishga kimdirdir cho'ysa, atrof-muhit zararlaydimi yoki yo'qmi? Shuni bilish ham mumkin ekan. Agar shunaqa bo'lsa, prosta nima qiling, oson o'zgarishlar qiling deyapti. Endi o'bshi mana local areaga qarab turib qaysi olsak bo'ladi?
F ga tushadimi? F da aytayapti cleaning your neighborhood, mahallani tozalash. Endi qaranglar, mana shuni oladigan bo'lsak, mana bu narsa bor-ku. Masalan, bu yerda transport deb ketgan joy bor. Tushunyapsizlar? Men transport degan joyini mana bu qayerda qoldi? Men traveling bor-ku. Shunga tushirsak ham tushishi mumkin edi, lekin mana bu joy yo'qda. Buni travelingni oldida mana aspekti ham bor. Qancha energiya iste'mol qilishimiz haqida gap ketmaganda, bu yer shuning uchun ham 11 nimaga tushmaydi? I ga tushmaydi. Tushunarli? Ya'ni buni I ham olib ko'rishda boshqa o'tgan safarlar. Transportga traveling sinonim qilish, lekin men aytganimdek consume degan joy yo'q. 12 Planet Matters veb-saytida helps to learn about what top scientists involved. Top scientistlar. Qarang, researchga qatnashayotganlar haqida bilsak bo'lar ekan, as well as the latest discoveries. Ularning so'nggi discovery'larini topsa bo'lar ekan. Endi qarang, mana shu yaqinlashadi age ga. Endi bu yerda asking deganda savol so'rash degan, lekin bu yerda biz prosta bilamiz xolos ular haqida deb aytib ketyapti. Lekin keyin gapni o'qisalaring, there is a message board deb ketgan. U yerda message board ham bor. Ya'ni nima xabar jo'natsang bo'ladi deyapti-da. Ask questions. Mana shu yerdan kelib chiqib turib bolalar nima olsak bo'ladi? Age-da tushirib ketsak bo'ladi. Onun uchun World Aware degan veb-saytda helps people to know what they can do to help protect our world. Ular odamlar nima qila olishi mumkin bizni dunyomizni protect qilish uchun. Protect nima? Himoya qilgan. This site has everything. Hamma narsa bor ekan, talab qilinadigan bilishga recycling haqida. Nimaga u muhim? Qanday qilib itemlardan xavfsizroq tarzda xalos bo'lamiz mahalliy hududlarda, atrof muhit zararlanmasdan deyapti. Endi bolalar, mashina mana any negative effects bor. Shundan kelib chiqib, mana shu javob bo'lishi kerak bunga, chunki qolganlar umuman tushmaydi. Chunki mana o'zi variantlarni kam qoldi qarang. B, C bilan G qolyapti. Bir dona mana I ni olsak, javob to'g'ri keladi. Tushunarli? Endi mana undan har qanaqa narsani bilishing mumkin degandan kelib chiqsa ham bo'lsa kerak. To'g'risi. Ozgina shu savol zo'r tushvormaydi. Masalan, mashinga qarang, 13 ga qarab turib, mana F ga ham tushirsa bo'ladi-da. Mahallani tozalash. Chunki men aytda qarang, without harming deyapti-yu. Imtihonlar asli shunga o'ylandim men. Part 3 dan ko'ra, mana shu part 2 da tushgan, shunga ko'proq vaqt sarfladim esimda. Chalg'i o'rgaman, tepaga chiqib, pastga tushib, va hokazo. Oxirgisi, mana shu variantimiz kam qoldi. oneworld.org saytida lots of environmental information here, whether someone is just starting to explore the subject or wanting to find out about the latest research. Gifts are on sale too, made from objects and materials that are often thrown out. One can treat him or herself, help plant. There is also a guide about using less power at home and help you save money. So which is the answer? G. Endi mana G ga to'g'ri kelyapti. Pul tejab qolish. Tushunyapsizlar? Mana shunday qiladigan bo'lsak, ikkita ortiqchasi mana B bilan C chiqib ketib qolar ekan. Bu imtihonga tushgan rasmi bilan birga chiqadi bu. Agar ko'rgan bo'lsalaring, imtihonda rasm bilan chiqqanda birinchiligi menimcha dekabr sostav bilanmi, noyabr sostav bilan birga ishlaganmiz o'shanda. Alright boys, that's all. Mana shu approach qo'llaysizlar, hidinglar tushib qolsa bolalar, xatolarni chiqarib olib, eng tushmayotganlarini o'chirib turib, o'zi uchun cross qilib olib, keyin qolganlarni nima bor variantlarni solishtirib qo'ying. O'shanda masalan taxmin qilsangiz ham to'g'ri ehtimol ko'proq bo'ladi. Taxmin qilganda. Okay.